Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarni qadrli mijozlarimizni yana bir bor mehmonga, hamkorlarimiz bog'iga taklif etamiz. Qibray tumanidagi 115 gektar maydonimizda eng lazzatli mevalarni, ya'ni 10 xil navli olma, 8 xil navli nok va 4 xil turli olxo'ri yetishtiramiz. Ammo bugun diqqat markazimizda bizning shirin va lazzatli gilosimiz bo'ladi. Bog'imizda gilosning bahorgi navlari pishyapti. Bu may gilosi bahorda yoz ta'mini tatib ko'rishni istaganlarga quvonch bag'ishlaydi. Qarang, qanchalik yetilgan ekan. Keyin boshqa navlari ham pishib boradi. Har biri o'zgacha. Biri shirinroq, biri nordonroq. Shu tarzda har kim o'ziga yoqqanini topa oladi. Biz ularni qo'l bilan teramiz. Bittalab. Shoshilmay, asta-sekinlik bilan ezilmasligi va yangi uzilgan holatini saqlash uchun. Ertasi kuniyoq giloslar korzinka do'konlari peshtaxtalarida paydo bo'ladi. Korzinkada siz doimo eng sara mahsulotlarni topasiz, chunki biz ularni faqat mehnatsevar va o'z ishiga fidoyi bo'lgan ishonchli fermerlardan olamiz. Nazorat bizda juda qattiq. Har bir meva xuddi o'z tomorqangizdagi kabi yangi uzilgan va mazali bo'lishini ta'minlaymiz. Sevimli ta'mingizni sog'ingan bo'lsangiz, bahorgi may gilosi korzinka do'konlarida sizni kutmoqda. Yangi uzilgan gilosdan olish uchun korzinkaga marhamat. Giloslarimiz korzinkada, har bir donasida yorqin ta'm.